Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun sizlarga O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzoning Seni bugun ko'rmasam bo'lmas degan to'plamini tanishtirib o'tmoqchiman. Ushbu to'plamda O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzoning elga manzur bo'lgan muhabbat qo'shiqlari va yangi she'rlari jamlandi. Ularni o'qirkansiz, ko'nglingizda qadrdon tuyg'ular yana bahor gullaridek iforlar sochishiga, samimiy, o'ynoqi, quyma satrlar qulfi dilingizni ochishiga ishonamiz. Sevimli shoir bilan navbatdagi uchrashuv muborak bo'lsin aziz kitobxonlar. Sizlarga hozir shu kitobning Seni bugun ko'rmasam bo'lmas she'rini o'qib bermoqchiman. G'amgin yurak, g'amguzor yurak, bechorani ko'rmasam bo'lmas. Seni bugun ko'rishim kerak, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Yelkamga yuk tashladi osmon, bu azoblar qo'yganmi omon? Tushun seni sog'indim yomon, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Shu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizda sizlarni